3. ayniki 16. günü keç saat hazır şimdi vaqt 6 yarim bo'ldi. Yana Nurliq To'tküzdagi Notko'shning shimal taraf 200 metrga Xodi Fushi mushdukani kiyimga biyaga yana mashning gondroda mal kiygizildi. Bu kiyimlar mana mushundaq men buni kiyib oldim. Yankalta hammasi endi yozda deymizmi? Kuzda qishni tugatdik. İnshaalloh 35 koy, 45 koy. Mallarımız mana 35 koy, maykilar 25 koy, ma üstüdekiler ma bir tamkiler 35 koy ha. Rahti hakikaten ter turvamaydigan ya şorumaydigan deymizmi? Benden çapışamaydigan aşındaq rahtinki. Men bu ançımınca raqsatqan bilmem rahtini. Nachar o'qamasam chiqib emasdim degandek. Kelib ko'rib baqsanglar bo'ladi. Endi ma ko'ylaklar 45 koy dedingizmi? Ma ko'ylaklar 45 koy ekan. Ma qizlar ko'ylaklari-chi? 35 koy. Qizlarniki mana har xillari yonza. 35 koy. Hammasi 35 koy. O'rnimiz Nurliq To'tküchniki shimol tepida Bag'ir tarafman g'oyada 200 metr o'ng qo'l tarafda. Mana 35 koy, 35 koy. Voy, 25 koy maketiga, ha? Mayki 25 koy. 60 koy emas unda. 60 koyga bir to'y kiyim kiyib chiqsiz. Maaşdan mana qancha? 35 koy. Balam 35 koy. Ereniki ma köynekler 45 koy. Alam 45 koy. İnşallah bak kızlar iştalları çok. 35 koy. Kızlar iştalları bulamı 35 koy. Kızlarniki düşenmisem çıkıp rahti rahatken muştak iş bir yerde baha muştak 25 koy 35 koy 45 koy Maykiler 35 azdikileri 25 muştak mama bir to kimden bir to kiyib aldım Yankalta yazlık mallar geldi o'rnimiz Turpan şehir içinde Nurliq To'tkücha yine 5. o'tturniki kun chiqish tarafiga qarab mansınız Hongdonga kelsiz so'li qarilsiz 200 metr mansınız o'ng qo'l tarafda